Assalamu alaykum aziz do'stlar. Menlarning bu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ko'pchilikning diqqatiga men yuqorida bir parcha suratni taqib qo'ydim. Bu surat albatta yangi surat emas. Bu uzundan buyon har xil joylarda har xil shaklda taqilib yurgan suratlarning biri edi. Qaytadan bu yana taqaldi torlarda. Shu munosabat bilan men bu suratni qaytadan silib, ko'pchilikka bir suratlik odamlar va mushning orqa ko'rinishi haqida ozroq bir tushuncha berib o'tay deb o'yladim. Bu surat 1946 yili 9 oyning 1 bo'lsa kerak, 8 oyning eng oxirgi kuni 9 oyning 1 1946 yil G'uljida Van Qadirning beg'i deb atalgan shu G'uljidagi asosliq Sharq Turkiston Cumhuriyet Armiyasi harbiy parad o'tkazadigan, muhim yig'ilishlar, ommaviy faoliyatlar bo'ladigan cho'ng bog'cha bu. Shu bog'da o'tkazilgan ya'ni shu vaqtdagi bu birlashma hukumat qurilgandan keyin 1946 yil 7 oyning 1-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti taraf bilan Xitoy Cumhuriyeti Gomindang, ya'ni markaziy hukumati orasida tuzilgan bitim bo'yicha qurilgan birlashma hukumat ishga kirishib taxminan 2 oy o'tgandan keyin bu Jiang Zhejong boshchiligidagi Xitoy markaziy hukumatiningki bu birlashma hukumatga qatnashgan vakillari, asosliq rahbariy shaxslardan bir qism kishilar Sharq Turkiston Cumhuriyetining markazi bo'lgan G'uljini ziyorat qilish orzusini bildirib Ahmedjon Qosimiyga. Ahmedjon Qosimiyninki qo'shilishi bilan Ahmedjon Qosimiyning ruxsat qilishi bilan bu Jiang Zhejong boshchiligidagi Xitoy taraf vakillari G'uljiga kelib, G'uljida bir haftalik ziyoratda bo'ldi. Albatta Xitoyning tarixlarida Jiang Zhejong G'uljiga kelib, G'ulji xalqi nihoyat qizg'in qarshi oldi. G'ulji xalqi har tarafdan qarshi olib, Jiang Zhejong ularga markazning salimini yetkazdi. Shuningdek, markazning Xinjiang xalqiga bergan erkinligi, bitim ro'yini yetkazdi. Degandek mandaq ta'tir targ'ibotlarni qildi. Albatta bu Xitoyning o'zining tushundirishi. Amaliyotda reallik undaq emas. Jiang Zhejong shu birlashma hukumat qurilgandan keyin G'uljiga berib, G'uljini ko'rib kelishni nihoyat orzu qilgan. G'ulji bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan markaz, Sharq Turkiston Cumhuriyetining poytaxti, bir ozod bir rayon. Uning ustiga yana bu joy madaniyat, siyosiy iqtisod va boshqa jihatlardan taraqqiy qilgan bir rayon. Jiang Zhejong bu masalani G'uljini ziyorat qilish talabini 1946 yilninki taxminan 7 oyning oxirlarida o'ttirib qo'ygan. O'ttirib qo'ygandan keyin Ahmedjon Qosimiy garchi birlashma hukumatda Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarafdan tayinlangan muavin rais bo'lsa-mu, lekin asosiy siyosiy huquq birlashma hukumatning huquqini yurgizishda Ahmedjon Qosimiyning ruxsatisiz, Ahmedjon Qosimiyning roziligisiz bu Jiang Zhejong hech qanday qadam bosolmaydi. Shu vaqtning o'zida bu masalani Jiang Zhejong o'zining aslimisida e'tirof qilgan. Va shuningdek Sun Shilan va boshqa Xitoy shu vaqtdagi generallarining yozgan aslimalarida Xinjiangdagi bu 3 yil Jiang Zhejongning bu aslimisi va boshqalardimi Jiang Zhejongning Ahmedjon Qosimiysiz, Ahmedjon Qosimiyning roziligisiz hech qanday qadamni bosolmaydiganligini deb o'tgan. Buni shu vaqtdagi Xitoylar norozi bo'lib Jiang Zhejongga ko'p qatim bildirgan. Sen bu G'ulji tarafning bu Uyg'urlarning og'ziga qarading degan. Demak, Ahmedjon Qosimiy Jiang Zhejongning G'uljini ziyorat qilishini boshda qabul qilmagan. Lekin ko'p qatim talab qilib, eng oxirida Jiang Zhejong bu masalani Urumchidagi Sovet ittifoqining bosh konsuli, shu vaqtdagi ikki tarafni yarashtiruvchi, ikki taraf orasida suhbatga vakillik qiluvchi, suhbat uyushtiruvchi muvaffaq bosh konsul, ya'ni shu vaqtdagi muvaffaq konsul, ya'ni asosliq, ya'ni suhbatni tashkillovchi arx ko'rinishdagi Stalinning vakili Yevseyevning oldiga qo'ygandan keyin Sovet taraf o'ylashib, oxiri Sovet taraf rozilik bildirgan. Rozilik bildirgandan keyin Ahmedjon Qosimiymi Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarafmi Jiang Zhejongninki G'uljini ziyorat qilishiga qo'shilgan. Demak, Sharq Turkiston tarafininki qo'shilishi bilan Jiang Zhejong 1946 yil 8 oyning oxirgi kunlari
shu vaqtdagi Gomindang, ya'ni Xitoy markaziy hukumatining birlashma hukumatdagi rahbariy vazifalarni atqargan vakillaridan Urumchi shahrining boshlig'i Chu Wu, anidan boshqa yana keyin yana qo'shildi birlashma hukumatning bu bosh kotibi Liu Mingchun, anidan keyin shu vaqtdagi Xitoy tashqi ishlar ministrligining bu shu vaqtdagi Urumchida turishliq alayda vakili Liu Zerong, anidan keyin Gomindang shu vaqtdagi armiyasining Urumchidagi garnizonining ma'mur qo'mondoni general Dang Bingang va undan boshqa yana bu Gomindang partiyasining bir qism rahbariy a'zolari va anidan keyin yana shu Xinjiang gazetininki bosh muharriri Xitoycha qatorliq bir qism harbiy, siyosiy, ma'muriy shaxslardan tashkillangan bir o'makni boshlab G'uljiga keldi aeroplan bilan. Albatta, buningga shu vaqtdagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarafdan birlashma hukumatga qo'shilgan Urumchida vazifa o'tayotgan Rahimjon Sabirojov keyin bordi. Uning oldida shu vaqtda Mas'ud apandi uningdan bir hafta ilgari u ruxsat bilan Ahmetjon Qosimiyning G'ulji tarafining ruxsati bilan o'zining ona yurti bo'lgan G'uljini taxminan 20 yillar o'tgandan keyin G'uljini ziyorat qilishga u odammo demak imkoniyatga ega bo'ldi. G'uljiga kelib u kishimiz ziyoratda bo'ldi. Mana shundaq Ahmetjon Qosimiy oldin ola G'uljiga berib turibdi. Jiang Jijun qatorliqlar aeroplanda kelgandan keyin rasmiy bu aerodromda, G'ulji aerodromida Ahmetjon Qosimiy Sharq Turkiston armiyasininki 30 necha kishilik alayda hurmat qarovul guruhini boshlab chiqib, xuddi bir chet elninki davlat boshliqlari kelganda uni qarshi olgan qiyofatda rasmiy shaklda hurmat qarovuli bilan qarshi oldi. Chunki har qanday bir davlatning boshliqlari bir davlatni ziyorat qilganda uni ayndaq hurmat qaravullarining oldidan o'tib, anidan keyin davlat boshlig'i bilan ko'rishib, bir murosimlarni o'tkazdi. Ana shundaq murosim bilan buni qarshi oldi. Buning suratlari bor. Jiang Jijun bilan Ahmetjon Qosimiyning aeroplanning oldiga qo'l ilishib ko'rishayotgan, endi o hurmat qarovul ofitseri chas berayotgan ayndaq ko'rinish bor. Bu vaqtda sizlar Ziyo Samadining Ahmet Apandi nomli biografiyalik romanini o'qisanglarmi, bu vaqtni yaxshi tasvirlagan. Demakki, Jiang Jijun boshliq bu vakillar kelgandan keyin ular G'uljida har xil ziyoratda bo'ldi. Ahmetjon Qosimiyning uyini ziyorat qildi. Shu vaqtdagi Sharq Turkiston Cumhuriyetining ma'mur raisi, shu vaqtdagi Sharq Turkiston ili vali bosh kengashmasi deb ataldi, vali mahkamasi boshlig'i bu Hakimbek Xo'janing uyini ziyorat qildi. Hakimbek Xo'ja ayrim ziyofat berdi. Shuningdek, Sovet ittifoqining G'ulji turishliq konsulxonasini ziyorat qildi. Oldi bilan shu konsul bu Grigoriy Dabashin bilan ko'rishib suhbatlarda bo'ldi. Qisqasi, G'uljidagi asosliq rahbariy Sharq Turkiston Cumhuriyetining harbiy siyosiy rahbariy shaxslari, asosiy shaxslarning uylarida ziyoratda bo'lib, ularga bir salom berdi. Amerikan bularni boshlab shu vaqtdagi Sovet Xitoy chegarasi bo'lgan Qo'rg'osga elib berib, Qo'rg'osni ko'rsatdi. U zaten Jangning plani Qo'rg'osni ko'rish edi. Andan keyin bu Ko'ra va Bayonday qatorliq joylarni ko'rdi. Bu talqi davollarini shu har xil manzillik joylarni ko'rdi, bu ziyorat qildi. Eng oxirida Jiang Jijun menish oldida o'zi Xitoy markaziy hukumatidan kelgan pulni xajlab shu Wang Qadir beg'ida 1500 kishilik cho'ng ziyofat berdi. Ziyofat berib, ziyofat orqali xalqning ko'nglini utish, Sharq Turkiston xalqining yumishtish ko'nglini shunday bir taktika amaliyot so'zlab Xitoy markaziy hukumatining siyosatlarini so'zlab qildi. Lekin bu maydonda Ahmetjon Qosimiy bu bitimning oson qo'lga kelmaganligi, faqat Xitoy tarafini ana shunday urush janglar orqali oxir ularga besim qilish bilan Xitoyning bitimga kelganligidan iborat mushu reallikni, xalqning orzu, armonlari, talablarini qando'maganda Xitoy taraf bundan keyin bitimga bo'ysunmaganda bitimning o'zlarining ko'rib tashlab davomli kurash qildigan irodasini ifodaladi nutqida. Albatta, bu Jiang Jijun bilan Ahmetjon Qosimiyning nutqi tubdan o'xshamaydi. Onun için naq maydonda bu dangliq shu vaqtdagi millatparvar ziyolilardan Ablahat Maqsum sahnaga chiqib, u kishi Xitoy hukumatining zulmlarini ayblab, Jiang Jijunning oldida qattiq ayblab nutq so'zladi. Oqaqidan nutq so'zlashlar bo'ldi. Bu yerda bu
Jiang Jijung boshliq Xitoy vakillari bu yerga kelib G'uljida bir xuddi birlashma hukumat qurildi. Bular endi Sharq Turkistondan voz kechdi. Bu yerda Sharq Turkiston armiyasimi, hukumatimi hammasi yo'q. Bular hammasi bizning Xitoyning birligini e'tirof qildi deb mundaq o'ylagan. Xato. Qarasa bu yer butunlay bir mustaqil davlat. Bu yerda hech qanday Xitoy bayrog'i yo'q. Hamma yerda Sharq Turkiston Jumhuriyatining ay yulduzliq bayrog'i lapildab turgan. Hatto bularning taqatgan keyingi suratlaridami Ahmetjon Qosimiy, Jiang Jijung qatorliqlar o'tag'an kunastiki mush talka atrofidagi bir joyda tushgan suratda ikki bayroq, Sharq Turkiston davlat bayrog'i bilan Xitoy Junhua Mingoning bayrog'ining orasida suratga tushgan. Demak, Jiang Jijung G'uljiga kelib hech kimga bayroqni elib o'tsam, ma bayroqni deyanmagan. Ya'ni shu Sharq Turkiston bayrog'i ostida suratga tushishga majbur bo'lgan. Demak, Sharq Turkiston Cumhuriyeti meyli bitim tüzülemdi, nim bo'lsin, Sharq Turkiston hukumati yana mavjud edi, yana o'zining qurolliq kuchlari mavjud edi, yana o'zining kuch-quvvatlari mavjud edi. Shunga Xitoylar hech qanday qilib bu joyni bitim tuzgan bilan o'ziga o'zgartirmadi. Bu bayroq 49-yilning oxirisida ana shu Xitoy kommunistlar tarafidan elib tashlandiki, Stalinning buyrug'i, Stalinning o'rinlashtirishi bilan Sovet tarafining besim bilan. Ammo hech qachon elingan emas. Xitoy qo'shinlari Manas daryosining G'arbiy qirg'og'iga hech qachon o'tmadi. Faqat 50-yilda Xitoy kommunist qo'shinlari o'tdi. Gomindan o'tmadi. Demak, bu joy oxirgacha o'zining mustaqilligini saqladi. Ili Tarbag'tay, Oltaydan iborat Ozod Sharq Turkiston Jumhuriyati rayoni. Mana shu G'uljidagi bog'dagi mana shu vaqtida tushgan bu surat. Bu suratningki xotira surati, buning bir qancha xil nusxasi bor. Ya'ni o'rindiqda o'ltirib tushgan suratlar bor, hammalarning o'ri turib tushgan, hammalarning o'ri turib tushgan yana bir qancha xil surati bor. Mana bu suratda oldin qaratda o'tag'anlar sol tarafdan boshlaganda o'ng tarafdan boshlaganda oldidan Milliy armiyaning ma'lum bosh qo'mondoni Zunun Teypov. Uning endi o'tag'ini Xitoyning shu vaqtdagi Urumchidagi Xinjiang garnizonining ma'lum qo'mondoni general Dang Bingang. Uning endikisi ehtimol shu vaqtdagi Xitoy Gomindan armiyasida Zakichin deydigan bir polkovnik bo'lgan qozoq. Bu Altaydagi qozoq Keray qabilasining oqsoqollarining avlodi. Zakichinga Xitoylar shu vaqtda polkovnik unvoni berib, bu G'ulji tarafga qarshi qo'yish uchun, qo'zg'atish uchun, parchalash uchun uni polkovnik unvoni berib, Jiang Jijung Zakichinni apkagan. Zakichinni G'uljiga kelgandan keyin bu G'ani Batur, Zunun Teypov qatorliqlar ayrim ko'rishib, shu kunida "Sen eng yaxshi biz tarafga o't" deydi bir aslimida bayon qilinishicha. Biz tarafga o'tma, yana Xitoy tarafda tursang deydi G'ani Batur eng oxirida "Men seni o'zim bir taraf qilaman" deb Zakichinga aytib qattiq gaplarni qilgan bir aslimi bor, bu reallik. Uning endiksi yana Ahmetjon Qosimiy, uning endi o'ltog'ini Mas'ud Sabri Bayqo'zi va Mas'ud Sabri Bayqo'zining endi o'tog'ini shu vaqtdagi Jiang Jijung, uning endi qap o'ttirdi o'tog'ini Sovet ittifoqining G'uljidagi konsuli Grigoriy Dabashin. Bu Grigoriy Dabashin asli bu kishi kan injeneri, asli kasbi bo'yicha kan texnologiya kasbi o'qigan, keyingi vaqtda diplomatiya ishiga kirgan. Bu kishi boshda 44-yilning o'ttirlarigacha cho'chakdagi Sovet ittifoqining konsuli bo'lib turgan. Ammo G'uljidagi inqilob boshlanishining oldida Grigoriy bu Dabashinni Moskva G'uljiga yetkazib kelib, G'uljidagi konsulxonaning konsulligiga belgiladi. Demak, shu G'uljidagi Sharq Turkiston inqilobining portlashining oldi keyindagi Cumhuriyatning qurilishi, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan butun aloqalar, munosabatlarning hammasida to'g'a odam mana shu Grigoriy shu Dabashin hamda hamma ishni o'ng uyoq buyoq qildigan odamlarning birisi mana Dabashin. Shunga bu dal o'ttirdi turdi, o'ltag'an. Dabashin nayt yo'g'on igiz, nayt qo'pol, tatu bir o'risi bo'lgan, mijozimi chos. Bu doim bu Ahmetjon Qosim, Elxon To'ri va boshqalar orasida buning orasida so'z talashish, to'qinish kelib chiqqan. O ularga nisbatan qo'pol muomala qildi, o Uyg'urlar uning so'zini rad qildi. Ko'p ixtiloflar chiqqan. Bu vaqtda Abdurahim Mahsum Ibrohimning davlat bosh kotibi, uning mas'ullari bor. Uning endi o'ltog'ini G'ani Batur, sol tarafida o'ltog'ini bu Dabashinning G'ani Batur shu vaqtda Sharq Turkiston xalq qahramoni uning ismi. Odat xalqlar xalq qahramoni deydi. Uning oldida Sharqiy Turkiston degan ism bor. Sharqiy Turkiston xalq qahramoni, to'liq atalishi xalq qahramoni deganning. Va eng oliy nom Sharq Turkiston xalq qahramoni degan nom G'ani Batur, Akbar Batur, keyin Dalilxon Batur,
Bo'lib bir 3-4 odamga berilgan, anodan boshqa odamga Sharq Turkiston xalq qahramoni degan nom berilmagan. Shu vaqtdagi birdan-bir endi G'o'ljidagi Sharq Turkiston xalq qahramoni G'ani Botur. Uning endi o'ltog'ini bu kim desangiz, Rahimjon Sabiraji, Sharq Turkiston Jumhuriyatining ichki ishlar ministri bo'lgan. Birlashma hukumat qurilganda Urumchiga kelib, birlashma hukumat a'zosi va birlashma hukumatda shu vaqtdagi ichki ishlar, xalq ishlar nazoratininki ma'mur nazirlik vazifasini atqurgan. Uning endi o'tog'ini shu vaqtdagi Lyubin uchun birlashma hukumatning bosh kotibi. Endi qolgan ikki G'o'ljining oqsoqollaridan, endi orqaratda o'r tug'anlar ichida, sol tarafdan harbiylar ichida bu polkovnik Mehmet Emin Iminovmi turdi. Uning endi yana va boshqa polkovniklar, shuningdek oxirisida yana bu Xitoylardan bu Chu Wu va undan boshqa Liu Zerongning so'rti badaq qildi. Va undan boshqa yerda bu Sharq Turkiston Jumhuriyati moliya nazorati Anvar Musaboyev sol tarafda turgan. Shunga o'xshash Sharq Turkiston Jumhuriyatining asosi bir qism harbiy, siyosiy, rahbariy kadrlar, rahbariy shaxslar hammasi mana bu suratda bor. Tushgan surat. Mana shu suratlardan ham ko'rib olasizlar. Garchi shu vaqtdagi bitim bo'yicha Xitoy taraf Sharq Turkiston armiyasining bayrog'ini o'zgartirish, hatto Sharq Turkistonning harbiy formalarini Xitoy armiyasininkiga o'xshash kiyishni talab qilib turib olgan. Ammo Ahmadjon Qosim general Isoqbeklar suhbatda buni rad qilib tashlagan. Sharq Turkiston armiyasi yani o'z formasi bilan, o'z bayrog'i bilan, o'z kiyimi bilan turdi. Hech qachon Xitoyninkini o'zgarmaydi bular. O'zgartirilmaydi degan bu modda shu tuzilgan shular orasidagi kelishimdi bor. Shun keyingi vaqtlar talab qilib, undaq bo'lganda Sharq Turkiston armiyasiningki bu harbiy yaqsidagi bu beshidagi kakar, yaqsidagi bu pagollarga qo'sh Gomindangninkini qo'shayli degandikin bir mezgil mandaq bir shakl uchun qilib qo'yib qilmagan. Mana bu ko'rinishdan qaraganda bu yerdagi Sharq Turkiston armiyasining polkovniklari G'ani Boturuldan tortib boshqa hech kim Xitoy armiyasining hech qanday kakarni taqamagan, hech qanday pagonni qo'sh taqamagan bu yerda Jangjujong bilan ana shunda holat surat tushgan. Eng oxirida ko'zoynaklik tug'an bir kishi Rus, u Sharq Turkiston armiyasi qo'mondonlik shtabining boshlig'i general-mayor Majarov va orqaroq ratda bir bulungda turibdi. Umuman bu suratda shu G'o'ljidagi asosli Sharq Turkiston Jumhuriyatining hammasi bo'lmasam asosliq vakillik shaxslarining hammasi bu yerda. Buning ichida qaraganda Abdukarim Abbasov yo'q, Sayfiddin Aziz yo'q. Sayfiddin Aziz va Abdukarim Abbasovlar o vaqtida Urumchida davomli ular xizmat bilan qolgan, G'o'ljiga kelmagan ular. Ularni bu qatimqi G'o'ljiga kelish xizmatiga qatnashtirmagan. Ular Urumchida faoliyatini davomlashtirib olgan. Shuning uchun ular yo'q. Buning ichida hatto general Isoqbekmi yo'q. O'mu shu vaqtning o'zida Urumchiga bir vazifa bilan Urumchiga ketgan vaqt edi. Xitoy taraf bilan bu harbiy masalalarni suhbatlashish uchun. Umuman mana shu ko'rinish shu. Mana shu ko'rinishdan keyin Jangjujong vakillarining hammani boshlab Urumchiga qaytdi. Urumchiga qaytgandan keyin qaytadan Ahmadjon Qosimiy bilan bularning orasida rasmiy ixtilof boshlandi. Jangjujongning degini men G'o'ljini ziyorat qildim. Bu yerda hech qanday Xitoyninki alomati yo'q. Bu ayrim bir davlatdek bir rayon. Bu yerda hech qanday Xitoy davlatining bayrog'i yo'q degan. Xitoylar shu vaqtda Xitoyning bayrog'ini G'o'ljining hamma yeriga osqozimiz deb 500 dona bayroq yasab, oldin ola mashina bilan G'o'ljiga mangdirib o'tgan. Ammo u bayroqlarning hammasini bulung-bulung tiqib tashlab, yo'q qilib, hech kim uning bayrog'ini osmagan. Faqat shaklan vali mahkamasi kelgan chaqda bir bayroqni yolg'ondan menda bir saqtiliq bilan esib qo'ygan G'o'lji taraf. Ko'rib bo'lgandan keyin u bayroqni tashlab o'tgan. Ana shundaq bir holat bo'lgan. Buni Xitoy taraf nayt qaqshigan. Bular hech qanday nimasini o'zgartmabdi, faqat biz bilan bitimni tuzibdi deb Jangjujongning boshdan-oyoq shikoyati G'o'lji taraf alayda bo'lib oldi. Hech nimasini o'zgartmadi. Burunqi bilan o'xshash bular yana shu o'zining mustaqilligini davomlashtirib atadi degan norozilik. Bu bitim deganni amaliyotda bular buzib atadi degan. Jangjujong anoniki shu vaqtda Jangjujong G'o'ljiga kelgandan keyin G'o'ljidagi Xitoy jamiyatini ziyorat qilib 100 Xitoyni mashinaga besib, uni o'xshashlam Urumchiga akib oladi. Bu Xitoylar hammasi bizni akassanglar bu yerda biz azoblandik, bu datalam qoldik degandikin ularni akitadi. Ashunaq bir voqea bor. Bu Jangjujonglar bular ketgandan keyin Ahmadjon Qosimiy bir haftadan keyin ondan G'o'lji Urumchiga qaytadi. Shu jarayonda G'o'ljida bu ko'p klublarda
xalqqa so'zlab, nutq so'zlab, shu vaqtdagi vaziyat, Xitoy bilan nima uchun bitim tuzdi? Bitim tuzishdagi maqsad nima? Bundan keyin bitimdan keyin nimalarga erishimiz? Xitoy taraf bitimni buzsa nima qilamiz? Oxirgi nishonimiz nima? Xalqaro vaziyat qanday besim ostida biz bitim tuzdik degandek shunday masalalar bo'yicha ziyolilar, keng xalqqa ko'p qatim har xil klublarda, o'zbek klubida, uqaqiy klubida nutqlarni so'zlab, armiya ichini ziyorat qilib, armiyaga nutq so'zlab, bir haftadan keyin andin Urumchi qaytib o'zining xizmatini davomlashtirdi. Shuningdan keyin Urumchida Ahmedjon Qosimiy boshliq Sharq Turkiston tarafining vakillari bilan Xitoy Jang Jijung Xitoy vakillari orasida birlashma hukumatdagi bu to'qinish, ziddiyat, bir-birini rad qilish, nihoyat o'tkirlashidi. Saylam bo'ldi. Saylam butun Sharq Turkiston miqyosida saylam orqali Sharq Turkistonning butun huquqini Uyg'urlar o'ziga qo'lga olish plani bo'lgan. Uningga Xitoy taraf va boshqa kuchlar bilan birlashib buzg'unchilik qildi. Shuning bilan eng oxirida 7-8 oy o'tgandan keyin bu birlashma hukumat degan bu buzilib, Ahmedjon Qosimiy Urumchini tashlab o'zining vakillari bilan Qashqar tarafdan bu o'lkalik birlashma hukumatning kengashiga saylangan 20-30 yaqin odamni Turpanyo elib G'o'ljiga apitib oldi. Shuning bilan ikki taraf qaytadan Manas daryosida qo'shinlar bir-biri bilan jang qildigan vaziyat shakllandi. Shu vaqtdagi xalqaro vaziyat shundaqdek Xitoy bilan anikin Xitoyning ichki qismidagi vaziyat bo'linganti Sovet ittifoqini qaytadan Sharq Turkistonni qurollantirib Xitoy tarafda rasmiy jang qildigan vaziyat shakllandi. Xitoy taraf Osmon Baturga qurol berib, Osmon Baturni bu Oltoy tarafdan isyon ko'tarishga yordam qiladi. Shuning bilan qozoqlar ikkiga bo'linib ketadi. Dalilqon Sugurboyev bilan bu Osmon ikkiga bo'linib ketadi. Osmon bilan Sharq Turkiston armiyasi orasida urushlar portlaydi. Shuning bilan bu Xitoy taraf oqidan o'yin o'ynaydi. Bu jiq bir ziddiyatlar, to'qinishlar davomlashadi, ammo Sharq Turkiston shuning bilan 49 ning oxirida turdi. Shunday vaziyat. Mana bu Urumchidagi shu vaqtdagi G'o'ljidagi shu Jang Jijung boshliq Xitoy markaziy hukumat vakillarining G'o'ljini ziyorat qilgan chog'dagi Van Qodir beg'ida tushgan